Allah nasip qilgan bo'lsa, to'yingiz bir marta bo'ladi va siz bir marta bo'ladigan to'yni esa shunday chiroyli joylarda o'tkazishga majbursiz. To'yxonaning o'zi ikkinchi etajda joylashgan, shu zina orqali girib boriladi. To'yxonamizda giraverish qismlari ham shunday chiroyli etib ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Umuvalliklar ham, oynalar ham o'zini mos qilib, yarki svetda remont qilingan 28-may kuni ochilgan bir. Hali to'y barsangiz o'tib qolasizlar, hamma narsalar sveji. Shu to'yxona giraverish qismida vitslari shunday ochiladi. Chetda turib hammasini dangal tushuntiramiz, maydalashib o'tirmaymiz. Qarang, giraverishdan sizlarning ko'zingizga birinchi sahna bezak tushadi. To'yxonaning narxini ichine qo'shilgan bo'lam. Undan tashqari 5 tane monitor, san'atkorlar sahnasi hamda 3 tanasi, gelin va giyon 2 ham boshida 2 tanasi. Undan tashqari diskotechnik lampochkalar ham qo'yilgan, ular ham to'yxonaning narxini ichine giradi. To'yxonamiz umumiy 900 odam qabul qiladi. Pastki qismi 530, balkon qismi 240. Undan tashqari esa bana vaqırda gerekmiydi. Dinçkina o'tirishni xohlayman deydigan qariyalarimiz ham o'ylab o'tilgan va 130 odamlik zal ham tashkillashtirilgan. Bu balkon qismi 20 üstler bor. Har üstlarda 12 odamdan 240 odam sig'adi. Ventilyatsiya tizimlari ham yaxshi o'rnatilgan. Yoz oylari to'y barsangizlar ham qiynalmaysizlar. Issiq havoni so'rib, sovuq havoni berib yana buzlikkina bo'lib turibdi hozir. Bugun ham yana bir 2 yoshli Vusal onlarni o'tkazish uchun to'yxonada qizg'in ishlar davom etib turibdi. Stol-stullar taxlanib turibdi. Bu stol-stul noz-ne'matlari hozir to'y egasi tomonidan taqdim etilgan, xohlasangizlar. To'yxonada shunday qulayliklar borki, 180 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda narxda to'lab turib, har kishi boshina birovni to'yini yeganini qilib kelib ketsangizlar bo'ladi. Hamma narsani to'yxonaning o'zi to'liq organizatsiya qiladi. Agar sizlarga to'yxonaning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar chiqarib qo'yamiz. Bemalol bog'lanib turib, to'liq ma'lumotni olishlaringiz mumkin. To'y tamom bo'lgandan keyin to'y egalari, xizmat etganlari düzib beradilar, bilasizlar. To'yxonaning ayni tayinda Bekmangal choyxonasi ham joylashgan. Xohlasangizlar shunday konditsionerli ichan qismida, xohlasangizlar shunday chiroyli olmabog'ning ichida joylashgan tapchallarda o'tirib xizmat etganlarga jo'shib tashlasangizlar bo'ladi. Bu yap-yangi to'yxonamiz G'aybuda joylashgan. Yangiramizda G'aybu kolleji, Do'rimizda esa yana Yangarik yo'li. Sizlar bilan shunday yap-yangi to'yxonada nega Xorazm loyihasi bo'ldi, hammangizni ko'rishguncha.